Bugun men sizlarga avgust oyidan boshlab kirdim yoshdan 15 yoshgacha va 15 yoshdan oshgan ko'plab o'zbekistonliklar uchun juda muhim, hatto aytish kerakki, yoqimsiz bo'lishi mumkin bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Gap kommunal to'lovlar, elektr, gaz, suv, chiqindi qarzdorlik, penya va hisob kitoblarining endi oldingidek keyin to'layman deb yengil qarab bo'lmaydigan darajaga kelayotgani haqida ketadi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Ayniqsa uyda konditsioner, muzlatgich, suv isitgich, elektr plita, gaz qozon, nasos yoki ko'p elektr sarflaydigan texnikasi borlar diqqat bilan eshitsin. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, agar o'zingiz dartin yoshdan oshgan bo'lsangiz, agar daromadingiz aniq belgilangan bo'lsa, bu video siz uchun juda kerak. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki men oddiy tilda aniq misollar bilan nimaga tayyor turish kerakligini aytib beraman. Oldin ko'pchilik kommunal to'lovlarga boshqacha qarardi. Elektr uchun biroz qarz yig'ilib qolsa, keyingi oy yopaman derdi. Gaz bo'yicha hisoblagich eski bo'lsa, ko'rsatkichni keyinroq topshiraman derdi. Ba'zi xonadonlarda elektr hisoblagich tashqarida emas, ichkarida bo'lardi. Nazoratchi kelmaguncha aniq iste'mol ko'rinmasdi. Ayrim odamlar to'lovni pensiya tushganda yoki oylik chiqqanda qilishga odatlangan edi. Hozir esa vaziyat o'zgaryapti. Elektr va gaz bo'yicha elektron hisoblagichlar ko'paydi. To'lov tizimlari avtomatlashtirildi. Qarzdorlik tezroq ko'rinadigan bo'ldi. Ayrim hollarda ogohlantirish SMS orqali keladi. Ayrim hollarda mobil ilovada ko'rinadi. Ayrim hollarda esa odam o'zi bilmay qolgan qarz sababli xizmat cheklanishi mumkin. Eng muhim tomoni, yoz oylarida, ayniqsa avgustda elektr sarfi keskin oshadi. Konditsioner ishlaydi, ventilyator ishlaydi, muzlatgich ko'proq yuklama bilan ishlaydi, suv nasosi, elektr choynak dazmol, kir yuvish mashinasi ham odatdagidan ko'proq ishlatiladi. Kirim yoshdan oshganlar uchun bu nimasi bilan xavfli? Chunki bu yoshdagi odamlarning aksariyatida oila xarajatlari eng yuqori darajada bo'ladi. Farzand o'qishi, to'y, davolanish, kredit, ro'zg'or, ota-onaga yordam, uy ta'miri, mashina xarajati, bularning hammasi bir paytga to'g'ri keladi. 35 yoshdan oshganlar uchun esa muammo yanada og'irroq. Daromad ko'pincha pensiya bilan cheklangan. Narxlar esa kutib turmaydi. Kommunal to'lov oshsa, bu bevosita dori-darmon, oziq-ovqat va kundalik ehtiyojlarga ta'sir qiladi. Men birinchi navbatda sizga eng muhim narsani aytaman. Yomon xabar shuki, avgust oyida ko'pchilik xonadonlarda kommunal to'lov odatdagidan balandroq chiqishi mumkin. Bu faqat tarif masalasi emas. Bu iste'molning ko'payishi, hisoblagichlarning aniqroq ishlashi, qarzdorlikning avtomatik hisoblanishi va ba'zi oilalarda eski odatlarning bugungi tizimga mos kelmay qolishi bilan bog'liq. Masalan, bir xonadonda yozda konditsioner kuniga 2 soat ishlaydi deylik. Oddiy bitta konditsioner o'rtacha 1 soatda 1 kilovat atrofida elektr sarflashi mumkin. Ba'zan undan ko'proq, ba'zan kamroq. Agar u kuniga 8 kilovat, oyga esa 2 kilovat sarflasa. Faqat konditsionerning o'zi alohida katta summa chiqaradi. Bunga muzlatgich, televizor, telefon zaryadlash, chiroq, kir yuvish mashinasi, elektr choynak, dazmol, nasos qo'shiladi. Natijada bir oyda 300, 400, hatto 600 kilovatgacha iste'mol bo'lishi mumkin. Endi tasavvur qiling, oilada pension ota-ona bor, uyda nabiralar ham yashaydi. Kunduzi issiq bo'lgani uchun konditsioner o'chmaydi. Muzlatgich tez-tez ochiladi. Kir yuvish mashinasi ko'p ishlaydi. Kechqurun hamma uyda bo'ladi. Bunday holatda biz oldin 1000 so'm to'lardik, nega endi 2000 yoki 400 ming chiqdi degan savol paydo bo'ladi. Sababi oddiy, iste'mol ko'paygan. Hisoblagich aniq ko'rsatgan, eski taxminiy hisoblar esa endi ishlamayapti. Ikkinchi misol. 8 yoshli aka kichik hovlida yashaydi. Hovlida suv nasosi bor. Issiqda daraxtlar va ekinlar sug'oriladi. Nasos har kuni 2 soat ishlaydi. Uyda yana payvand apparati, eski muzlatgich, elektr pech yoki konditsioner bo'lishi mumkin. Eski muzlatgich yangi energiya tejamkor muzlatgichga qaraganda ko'proq elektr yeydi. Aka, men hech narsa qilmayapman. Faqat uyda oddiy yashayman deb o'ylaydi. Lekin hisoblagich boshqa narsani ko'rsatadi. Avgust oxirida to'lov kelganda oilaviy byudjetga zarba bo'ladi. 3-misol. 6-7 yoshli opa yolg'iz yashaydi. Opa elektrni kam ishlataman deb o'ylaydi. Lekin uyda eski sovet davridan qolgan muzlatgich, eski televizor, kechasi doim yonib turadigan chiroq, ba'zan elektr isitgich yoki suv isitadigan moslama bor.
Opa mobil ilovadan foydalanmaydi, SMS'ni ko'rmaydi, bolalari boshqa shaharda. Qarzdorlik 2-3 oy yig'ilib qoladi. Keyin birdan ogohlantirish keladi yoki elektr cheklanishi mumkin. Opa uchun bu nafaqat moliyaviy, balki ruhiy zarba ham bo'ladi. Shuning uchun men 65 yoshdan oshgan ota-onalarning farzandlariga alohida aytaman. Ularning kommunal hisoblarini kamida oyiga bir marta tekshirib turing. Birinchi guruh daromadi qat'iy belgilangan odamlar, pensionerlar, budjet tashkilotida ishlaydiganlar, oyligi oldindan ma'lum bo'lganlar, kredit to'layotganlar. Bunday oylarda kutilmagan 200-300 ming so'mlik qo'shimcha xarajat ham katta muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh hovlida yashaydiganlar. Hovlida elektr sarfi ko'pincha kvartiraga qaraganda ko'proq bo'ladi. Nasos, tashqi yoritish, elektr darvoza, suv isitish, ustaxona, sovutgich, qo'shimcha xonalar, konditsionerlar bularning hammasi yig'ilib katta raqam beradi. Uchinchi guruh uyda ijarachilar yoki katta oila yashaydiganlar. Ba'zan uy egasi biz 4 kishimiz deb hisoblaydi, lekin amalda tekis 10 kishi yashaydi. Har bir odam telefon zaryadlaydi, yuvinadi, kiyim yuvadi, chiroq yoqadi, ovqat pishiradi. Iste'mol tabiiy ravishda oshadi. 4-guruh hisoblagich ko'rsatkichini tekshirmaydiganlar. Men juda ko'p holatlarni ko'rganman. Odamlar to'lov ilovasida chiqayotgan summaga e'tibor bermaydi. Hisoblagichdagi raqamni yozib bormaydi. Keyin nega buncha ko'p deb hayron qoladi. Agar siz har oyning boshida va oxirida ko'rsatkichni yozib borsangiz, qaysi davrda sarf oshganini darhol bilasiz. Agar sizning uyingizda energiya tejamkor texnikalar bo'lsa, konditsioner me'yorida ishlatilsa, hisoblagichingiz to'g'ri ishlasa, qarzingiz bo'lmasa va siz har oy vaqtida to'lab borsangiz, vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir nazorat kerak. Chunki kichik xato ham katta summaga aylanishi mumkin. Masalan, konditsioner mendagi darajaga qo'yish bilan 26 darajaga qo'yish orasida farq katta. O'limdagi darajada qurilma tinimsiz ishlaydi. Elektr ko'p ketadi. 25-26 daraja esa organizm uchun ham, hisob-kitob uchun ham ancha maqbul. Eshik deraza ochiq bo'lsa, konditsioner xonani emas, ko'chani sovutadi. Bu oddiy gapdek tuyuladi. Lekin aynan shu sababli ko'plab oylari ortiqcha pul to'laydi. Birinchi noziklik qarzdorlik faqat joriy oy uchun bo'lmasligi mumkin. Ba'zida oldingi oylardan qolgan kichik qarz, penya yoki qayta hisob-kitob yangi to'lovga qo'shilib chiqadi. Odam men bu oy kam ishlatdim, nega ko'p chiqdi deydi. Aslida summa ichida eski qarz bo'ladi. Shuning uchun to'lovni ko'rganda faqat umumiy summaga emas, tafsilotiga qarash kerak. Joriy iste'mol qancha, eski qarz qancha, penya bormi, qayta hisob bormi? Ikkinchi noziklik, hisoblagich noto'g'ri ishlashi yoki noto'g'ri ulanish ehtimoli. Bu kam uchraydi, lekin bo'ladi. Agar siz uyda 10 kun bo'lmagan bo'lsangiz, lekin iste'mol odatdagidek yoki undan ham ko'p chiqqan bo'lsa, tekshirish kerak. Bunday paytda vahima qilmasdan hisoblash rasmini oling, sanani yozing. Iste'mol tarixini so'rang va hududiy elektr yoki gaz ta'minoti bo'limiga murojaat qiling. Uchinchi noziklik qo'shnining ulanishi yoki umumiy tarmoqdagi chalkashlik. Ayniqsa eski hovlilar, eski ko'p qavatli uylar, umumiy simlar, umumiy yo'laklar bo'lgan joylarda ehtiyot bo'lish kerak. Agar sizning hisoblagichingizdan keyin kimdir noqonuniy ulanib olgan bo'lsa, siz ortiqcha to'lov qilishingiz mumkin. Bu holatda mutaxassis chaqirmasdan o'zingiz simlarga tegmang. Bu xavfli ham qonuniy jihatdan ham muammo keltirishi mumkin. 4-noziklik ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalasi. Ko'p odamlar menga hech narsa berilmaydi deb o'ylab umuman murojaat qilmaydi. Aslida kam ta'minlangan yolg'iz pensioner, nogironligi bor shaxs, boquvchisini yo'qotgan oila yoki daromadi past xonadonlar mahalla orqali ayrim yordam turlarini so'rashi mumkin. Men bu yerda hammaga yordam beriladi demayman, lekin huquqingiz bo'lsa foydalanish kerak. Eng katta xato bilmasdan jim o'tirish. 5-noziklik qarz ijroga o'tib ketishi. Agar kommunal qarz uzoqqa to'lanmasa, u keyinchalik majburiy undiruv jarayonlariga olib kelishi mumkin. Bu degani sizga qo'shimcha xarajatlar, bank kartangizdagi cheklovlar, mol-mulk bilan bog'liq muammolar paydo bo'lish ehtimoli bor. Shuning uchun kommunal qarzni mayli keyin deb ortga surish bugungi sharoitda xavfli. 6-noziklik firibgarlar. Avgust oyida to'lovlar, tariflar, qarzdorliklar mavzusi ko'tarilganda firibgarlar ham faollashadi. Sizda qarz bor, hozir karta raqamingizni yuboring, subsidiya chiqdi, kodni ayting, hisoblagichni bepul almashtirib beramiz. Oldindan pul tashlang degan xabarlar kelishi mumkin.
Hech qachon SMS kodini hech kimga aytmang. Bank kartangiz ma'lumotlarini begonalarga bermang. Rasmiy to'lovni faqat ishonchli ilovalar. Bank kassasi yoki rasmiy tashkilotlar orqali qiling. 7. Noziklik uy hujjatlari kimning nomida ekani. Ba'zi oilalarda uy otaning nomida, kommunal shartnoma boshqa odamning nomida, amalda esa farzand yashaydi. Qarzdorlik chiqqanda kim javob beradi? Kim murojaat qiladi? Kim ariza yozadi? Shular chalkashib ketadi. Shu sababli hujjatlarni tartibga solish kerak. Ayniqsa meros, ajrim, uy sotish, ijara yoki qarindoshlar bilan yashash holatlarida bu juda muhim. Birinchi qadam bugunoq elektr, gaz, suv va chiqindi bo'yicha qarzingizni tekshiring. Buning uchun bank ilovalari, to'lov tizimlari, rasmiy kommunal ilovalar, shaxsiy kabinetlar yoki hududiy bo'limlardan foydalaning. Agar ilovadan foydalana olmasangiz, farzandingizdan, nabirangizdan yoki ishonchli odamdan yordam so'rang. Lekin karta parolingizni va SMS kodni bermang. Faqat ko'rsatib, birga tekshiring. Ikkinchi qadam, hisoblagich ko'rsatkichlarini yozib qo'ying. Elektr hisoblagich, gaz hisoblagich, suv hisoblagich barchasining rasmini oling. Rasmda sana ko'rinmasa, telefonda sana saqlanadi. Lekin baribir daftar tutish foydali. Masalan, 2 avgust kuni elektr ko'rsatkichi 1205 bo'lsa, 25 avgustda 1260 bo'lsa, demak 25 kunda 1 kilovat ketgan. Shunda oy oxirida taxminiy to'lovni oldindan bilasiz. 3-qadam. Uyda eng ko'p elektr yeydigan narsalarni aniqlang. Konditsioner, elektr plita, elektr choynak, dazmol, suv isitgich, nasos, eski muzlatgich, isitish yoki sovutish moslamalari. Konditsionerni 25-26 darajaga qo'ying. Keraksiz chiroqlarni o'chiring. Elektr choynakni har safar to'ldirib qaynatmang. Qancha kerak bo'lsa shuncha suv soling. Dazmolni har kuni emas, kiyimlarni jamlab ishlating. Muzlatgich eshigini tez-tez ochmang. Bular mayda tuyuladi, lekin oy oxirida farq beradi. 4-qadam. Agar qarz bo'lsa, uni bo'lib yopish rejasini tuzing. Masalan, 600 ming so'm qarz chiqdi. Bir oyda yopishga kuchingiz yetmasa, tashkilotga borib vaziyatni tushuntiring. To'lov jadvali yoki bosqichma-bosqich to'lash imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Hech narsa qilmay kutish eng yomon yo'l. Tashkilotga borgan odam bilan umuman kelmaydigan odamning holati bir xil bo'lmaydi. 5-qadam, agar summa noto'g'ri deb o'ylasangiz, og'zaki janjal qilmang, yozma murojaat qiling. Arizada familiya, ism, manzil, abonent raqami, telefon raqami, muammo mazmuni yoziladi. Masalan, falon manzildagi elektr hisoblagich bo'yicha avgust oyida odatdagidan keskin yuqori iste'mol hisoblangan. Hisoblagichni tekshirib berishingizni, iste'mol tafsilotini va qayta hisob-kitob asoslarini taqdim etishingizni so'rayman. Arizaga hisoblagich rasmi, to'lov kvitansiyasi, pasport nusxasi, uy hujjati yoki abonent ma'lumotlarini ilova qilish mumkin. 6-qadam. Pensioner ota-onangiz uchun alohida nazorat ro'yxati tuzing. Ularning elektr, gaz, suv, chiqindi, telefon, internet, kredit yoki muddatli to'lovlari bo'lsa, hammasini bir daftar yoki jadvalga yozing. Har oyning qaysi kuni pensiya tushadi, qaysi kuni to'lov qilinadi, qancha qarz qoladi. Bularni ko'rib boring. Ko'p muammolar pul yo'qligidan emas, tartib yo'qligidan kelib chiqadi. 7-qadam. Mahallaga murojaat qilishdan uyalmang. Agar siz yolg'iz pensioner bo'lsangiz, nogironligingiz bo'lsa, daromadingiz past bo'lsa, davolanish xarajatlari ko'p bo'lsa, mahalla faollari, ijtimoiy xodim yoki tegishli tashkilotlardan maslahat oling. Sizga yordam chiqmasligi ham mumkin, lekin hech bo'lmasa qanday hujjatlar kerakligini bilib olasiz. Odatda pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, oila tarkibi, daromad haqida ma'lumot, kommunal qarz bo'yicha kvitansiyalar so'ralishi mumkin. 8-qadam, firibgarlikdan himoyalaning. Agar kimdir telefon qilib qarzingiz bor, hozir pul tashlamasangiz uzamiz desa, darhol rasmiy raqamga qayta qo'ng'iroq qiling. Agar subsidiyaga ariza beramiz, SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. SMS kod bu sizning elektron kalitingiz. Uni aytsangiz, kartangizdagi puldan ayrilishingiz mumkin. 9-qadam, uyda yashayotganlar bilan kelishuv qiling. Agar bir uyda 6-7 kishi yashasa, to'lovni faqat bitta odam bo'yniga yuklamang. Har kim o'z hissasini bilsin. Ijarachilar bo'lsa, shartnomada kommunal to'lov kim tomonidan va qanday tartibda to'lanishi yozilgan bo'lsin, aks holda oy oxirida kelishmovchilik chiqadi. 10-qadam, energiya tejamkorlikka sarmoya sifatida qarang. LED chiroqlar, eski muzlatgichni almashtirish, konditsioner filtrlari tozaligi, deraza va eshiklar zixligi,
quyosh tushadigan tomonga parda yoki soyabon qo'yish bularning hammasi xarajatni kamaytiradi. Ba'zan odam bir martalik kichik xarajat qilmay har oy katta to'lov qilib yuradi. Men amaliyotda ko'rgan holatlardan kelib chiqib aytaman. Bir oilada ota-ona pensioner, 2 farzand ishlaydi. Lekin kommunal to'lovlarni hech kim aniq nazorat qilmaydi. Elektr uchun har oy taxminan pul tashlab turishadi. 3 oy o'tib qarashsa, eski qarz, joriy to'lov va penga qo'shilib katta summa bo'lgan. Asl muammo pul topilmaganda emas, nazorat bo'lmaganda edi. Agar ular har oy 5 daqiqa ajratib tekshirganda qarz yig'ilmasdi. Yana bir holat, hovlida yashaydigan oila avgustda nasosni ko'p ishlatgan. Konditsioner doim yongan. Mehmonlar kelgan. Oy oxirida to'lov keskin oshgan. Ular avval hisoblagich buzilgan deb o'ylashgan. Keyin ko'rsatkichlarni solishtirib ko'rsa, iste'mol haqiqatan ko'p bo'lgan. Demak, har bir yuqori to'lov xato degani emas. Ba'zida u bizning real iste'molimizni ko'rsatadi. Yana bir nozik holat, yolg'iz ona bank ilovasidan foydalana olmagan, qarzni qo'shnisiga tekshartirib yurgan. Bir kuni firibgar qo'ng'iroq qilib, qarzni yopib beraman deb karta ma'lumotlarini olgan. Natijada kartadagi pul yechib olingan. Shuning uchun men doim aytaman, yordam so'rang, lekin maxfiy ma'lumotni bermang. Farq katta. Demak, avgust oyidan boshlab girtida 65 yoshdagi va 65 yoshdan oshgan ko'plab odamlar uchun asosiy xavf kommunal to'lovlarning kutilmaganda oshishi, qarzdorlikning tez yig'ilishi, penga xizmat cheklanishi. Noto'g'ri hisob-kitobni vaqtida payqamaslik va firibgarlarga aldanishdir. Bu muammo hammaga bir xil ta'sir qilmaydi, lekin har bir xonadon nazorat qilishi shart. Men sizga vahima qilishni emas, tayyor turishni maslahat beraman. Bugun hisoblaringizni tekshiring. Hisoblagich rasmini oling. Qarzingiz bo'lsa, reja tuzing. Ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularning to'lovlarini ko'rib bering. Noto'g'ri summa chiqsa, yozma murojaat qiling. Firibgarlarga ishonmang. Kommunal xarajatni boshqarish ham oilaviy byudjetni himoya qilishning bir qismidir. Sizda avgust oyida kommunal to'lovlar oshdimi yoki yo'qmi? Qaysi hududdasiz? Elektr yoki gaz bo'yicha qanday muammoga duch keldingiz? Fikringizni izohlarda yozing. Bosh oqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men sizlarga oddiy odam hayotiga ta'sir qiladigan muhim moliyaviy, huquqiy va ijtimoiy masalalarni tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.